Bugun bolajonlar bayrami. 1925-yilda Jenevada bo'lib o'tgan Butunjahon konferensiyasida 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni sifatida belgilangan edi. Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni 1949-yil Parijda bo'lib o'tgan Ayollar xalqaro demokratik federatsiyasining kongressida ta'sis etilgan bo'lib, 1950-yildan beri nishonlanib kelmoqda. Nega shunchaki bolalar kuni emas, bolalarni himoya qilish kuni deb atalgan? Bolalarni aynan nimalardan himoya qilish kerak? O'sha paytlar Ikkinchi jahon urushi endigina tugagan yillari. Bolalarning hayoti, salomatligi va xotirjamligini asrash, ular uchun normal turmush sharoitlarini yaratib berish masalasi juda dolzarb edi. Ammo turli tahdidlar, ekologik, siyosiy va ijtimoiy muammolar bilan yashayotgan zamonaviy dunyoda ham bolalar himoyaga muhtoj. Nega aynan 1-iyun? 1949-yilgi Ayollar kongressining aynan shu kunni chaqirilishida o'ziga yarasha ramziy ma'no bor. 1925-yil 1-iyun kuni Jenevada bolalarning farovon turmush kechirishi masalalariga bag'ishlangan xalqaro konferensiya o'tkazilgan bo'lib, bu insoniyat tarixida bolalar masalalariga bag'ishlangan ilk xalqaro tadbir edi. Bayramning o'z simyolkasi bor. O'sish, rivojlanish, yangilik, uyg'unlik va hosildorlik ramzi bo'lgan yashil fonda yer kurrasi aks etgan. Kurraning atrofida qizil, sariq, ko'k, oq va qora rangli bolalar joylashtirilgan. Bu rang-baranglik va toqatlik belgisi. Markazda yer shari esa bizning umumiy uyimizni anglatadi. Bolalarni himoya qilish kuni faqat kichkintoylar o'ynab, kulib, xursandchilik qiladigan bayram emas. Butun dunyoda shu kunni jamiyatga bolalar muammolari eslatadi. Ularning himoyasi va barkamol avlod bo'lib yetishi uchun kattalar zimmasiga yuklatiladigan mas'uliyatlar ta'kidlanadi. Bundan tashqari, BMT tomonidan belgilangan 20-noyabr sanasi ham xalqaro bolalarni kuni hisoblanadi. Ayrim davlatlarda bolalar kuni emas, bolalar haftaligi tarzida ham nishonlanadi. Garchi kunlar har xil bo'lsa-da, bu sanalarning hammasi irqi, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, terisining rangidan qat'iy nazar alohida sana belgilash orqali bolalarni himoya qilish, ularni sifatli tibbiy xizmat, ta'lim, yetarli oziq-ovqat bilan ta'minlash borasida xalqaro e'tiborni qaratish maqsad qilingan. Bolalar himoyasi, uning sog'lig'i va ta'limini himoyasida hali dunyo miqyosida ko'plab muammolar bor.